Bu boqmachilikqa necha pul ketadi? Hozir yeningizda nechilik pul bor masalan? Qiziq gap qildigan Xonjon. Pul nima ish qildi bizdagi dehqon haqda? Yenimda bir mo'cham pul yo'q. Voy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kiring. Men Gulbol kentidagi dehqon Quddus. Ha, o'tirib deyishli. Qanda birashlan kelgan bitingiz, birashlan kelgan bo'lsangiz tatmaydi avring. Ha. Bunda gap Xonjon. Ammo men bir usimsiz qarzalay degan. Ama bizning kanatga buni tushirib ekan to'q, lekin boshtima yashangan odamlarga berdik emas buni. Shunga men kelganda son tugab qopti. Shunga sizni bir mushimga yordam qilamiz deb kelishimdi. Choy ichgacha o'tiring. Rahmat. Bu qo'lda bosanning hammani shu yezkentliga tushirib etgan. Endi bu qanday qilamiz qo'lda otiqmi son yo'q, bo'lgan bo'lsa ham sildan oyamtoq biz. Unda bo'lsa bumuş tuvan usimli qarz olsun bo'ldi. Tuvan usimli qarz bijigil bo'ldi. Necha pul bijimekchi edingiz? Shu 100 ming ko'y olaymi-ki? 100 ming ko'y o'siydi do'dan. Bu boqmachilikqa necha pul ketadi? Hozir yeningiz necha pul bor? Qiziq gap qildigansiz Xonjon. Pul nima ish qildi bizdagi dehqon haqda? Yenimda bir mo'cham pul yo'q. Shunda shu pulni el qilib bersangiz, bir boqmachilik qilib endi bir ishimni o'ngishib olay degandim. Ma gapni. Ey bu necha yilning yoqiga terib, bir kivas qo'noq sotgansizlar, bu pul ne ketadi, uchib ketanda, bir bado yeningizda azra. Kivasgo satto. Ama shu paxtadan xil setib ekanman. O'tgan yil qayozroq bir qarzim bordi, oshuna beribdiman. Ama 15 yil qunuqim bordi, lekin mayer bek o'xshidi, o'qunoq bek o'xshidi. Setib olmagan bo'lsam, sizga bir ashkosh og'och kiltam, bek no'j pishib ekan to'q. Bo'ldi. Shu. Ama qunoq sotgan pulni bu yil qarzim bordi, 10 to'labdiman. Ha, ish qilib yaxshi lekin. Hey. Necha yil jafoliq yeyish uchun ishlab, yeyish uchun tirikchilik qilib, yana bushda qarz olma deb o'ltirib, hey, jafokash dehqon qarindishim, yana bushda kulib o'ltira olasizlar emasmi? Hey, qanday qilmaysan Xonjon? Ammo shu biz dehqon haq urug'ni selishdan burun bu qoq quzg'unning da ba'zi ayollarningki yana ojiz urug'lardan ochsa, anondan keyin qog'in bizning deb o'ylaydi ekanmiz. Hamda yani teriga vaqtda og'dirdigan, sulyo yopiq deymiz, o'g'it deymiz, shu dehqonchilik mashinalar deymiz, u narsalar basal qimmatgan. Endi bir usullarga vaqtimizda qo'limizga sal pul kirdi uning ustiga. Ammo hukumatdan ancha-muncha to'liqlam berib qo'yatdi. Lekin shu o'g'it shirkati, sulyo shirkati, dehqonchilik mashinalar deymiz, shularga sal jiqraq ketib qoldi ekan. Ana ustiga mashallaqa san'atchi artistlar bir gap var, dehqon uloq, manga yo'li yuraq deydigan. Shuningdek endi biz dehqon haqida ojiz urug'ni ko'rsak, qarab turolmaydi ekanmiz, ancha-muncha yordam qo'limizni sundi ekanmiz. Uning sirtmi shu 1 milliard 200 million adamning kema qo'saqning ishi, biz dehqonga bog'liq bo'lgandan keyin shu oxirda jiq narsa qolmaydi ekan. Lekin shuni xo'sh biz. Hey, jafokash mehnatsiz oq ko'ngil qarindishim. Ma gapingizning jini bor. Am bir dehqon uchun deb aytganda, mushundan ortiq bir samimiyat yo'q deb o'ylayman men. Undan mana qildi. Ertaga bir uydagilaringizdan bilan boshlab bankaga borsangiz, men ham shuni talqib qo'ysam, bir asqatadigan ya bolalaringiz biladimi bankaning ishlarini. Ya ayolingiz bilan boramsiz, bolangiz bilan boramsiz. Men tayyor qilib turayman narsa. Qiziq gap qilgansiz. Men dehqon bo'lganimdan qo'limni qil ish qildimdan anchalik ishtigan, o'zim bitirib qo'ydim men. Haqiqat og'ach o'ltiring. Bo'ldi Xonjon, sizni nima avor qilmay, meni yana iyaga suv kelib ekan, suv boshlaydim. Men bir manga ya. Ma'qul. Voy, bu birash bo'lmaganda? Shu dedim, hech vaqtim yo'q, 35 dan kelmagan ekan. Salmush bilim suv qo'chib qoldimi, sal bilim tolib og'riydigan bo'lib qoldi. Bu dehqon haqida emas. Unda
Biz kadr haqıldım ba bunda işte. To'xtab turing. Ma o kezar katta tuxum mevzisi qiyamidan. Mush maqsuma alladiki beden acizlik, ananiki mush so'q o'tib ketish sababli beden mag'zursizlanish, ya'ni ko'p tayyorlashmish putqol og'rish qatorliq ishlarga shunda mos keladi. Mening yo'ldoshim bilasiz endi biz kadr haq bo'lgan bilan 75 ga chiqmagan bilan bu so'qilni xilbek o'tkazib olamiz. Bu kesel degan og'riqsizlik degan endi kadr dehqon demayotganda, shu ma'nodan bir gap beqinga, shunda bek yaxshi manfaat qilgan shuni aytib vaqtida yangi jumur. Bo'ldi xonjon. Mana markasini bilib oldim. Bir ertəgüngacha qo'limga pul kirsa, o'zim epib olay. Voy, hech nima bo'lmaydi deyman elanga. Hammamiz tuqqanga o'xshash, qiyinlashib o'xshash. Men yeganmenimniki azroq bo'lsa bir javobi bo'lsin. Tuting, hech nima bo'lmaydi. Rahmat sizga xonjon. Unda bo'lib qolsa men ma'yma erta shu bankaga o'tib sizni izlay. Ma'qul. Bundan bo'lsa ishlarni men bajarib qilib beraymi? Ma'qul xonjon. O qurib ma'asizmi? Ha, bo'ldi, choy ichgan.